Boshqa chidolmayman, hamma narsaga o'z mehnatim bilan erishganman. Taniqli aktrisa Nargiza Abdullayeva ochiq gapirdi. Kanalimizni ilk bor ko'rib turgan bo'lsangiz, videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Aktrisa Nargiza Abdullayeva Daryo nashriga bergan intervyusida shaxsiy hayoti va faoliyati haqida ochiq gapirdi. U mish-mishlarga javob berib, o'z prinsiplarini alohida ta'kidladi. Men hech qachon birovning haqqini yemaganman, birovning oilasini tortib olmaganman, fohishalik qilmaganman. Hamma narsaga o'z kuchim bilan erishganman. Ba'zilar kabi ikkinchi xotin bo'lib yashamaganman. Birovning puliga hayot kechirmaganman. Oddiy mashinada yuraman, lekin halol yashayman, deydi aktrisa. Jahongir Otajonov sporgini gitara qilib qo'shiq kuyladi. Taniqli xonanda Jahongir Otajonov yana noodatiy harakati bilan e'tiborga tushdi. Ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videoda u oddiy sporgini gitara sifatida tutib qo'shiq ijro etgani aks etgan. Taniqli aktyor Ulug'bek Qodirov jurnalistlar bilan suhbatda o'z rol ijro etgan filmlar orasidan qaysi birining davom etishini xohlashi haqidagi savolga javob berdi. Aktyorning ta'kidlashicha, u Telba filmining ikkinchi qismi suratga olinishini tarafdori. Bu film o'z davrida juda mashhur bo'lgan. Agar davom ettirilsa, tomoshabinlar qiziqish bilan kutib olardi, deydi Ulug'bek Qodirov.